Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz er ayollarning bir-birining ustidagi haq-huquqlari, mas'uliyat, majburiyatlari haqida to'xtalib o'tdik. Avval erlarning ayollar ustidagi haqlaridan ba'zilarini sanab o'tgan edik. Erlarning ayollar ustidagi 6-haqqi ayol kishi erga arziyat bermaslik lozim. Bu ayollarning ustiga ham vojib bo'lib tushdi. Ya'ni ayollarning mas'uliyat, majburiyat doirasiga kiradigan bir masala. Cemiyet buzulgan hozirgi zamanımızda bu ajablanarli bir iş emas. Yani ayollarning erlarga aziyat berishi hozirgi mushu jahon buzulgan, shayton bütün yer sharining barliq bulunpushqoqlarigacha, oilalargacha, hatto musulmonlarning oilalarigacha bosib kirgan zamonimizda bu bir ajablanarli ish emas bo'lib qoldi. Bo'libmi Yevropa g'arbninki tashabbusi bo'yicha eng huquqli kishining jins turining ayollar ekanligi, anadan qolsa mushuklar, anadan qolsa erlar degandek mushu tartibot bo'yicha ham ayollarga huquqning ko'p qismini yoki ma'lum qismini apirish sabablik ayollarning erlarga aziyat berishi bu ham bir real hodisaga aylanyapti. Azar berish buning turi nihoyat ko'p. Biz inshaalloh tövende bu vaqtda taqtimiz yetgancha tafsilga to'xtalamiz. Asli har qanday maxluqqa azar berish, aziyat berish halol emas, durust emas. Mayli inson bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, har qanday bir jonivorga azar berish, aziyat berish, zulm qilish durust emas. Agar ayol bo'lib qolsa, agar ayol erga aziyat berib qolsa, demak buni xarakteri texmo eg'rilishib ma'noda. Normalda yerga ketib qolgan bir tal tushumini ham bakadın onun zulm qilib, aziyat qilish, onun yo'lini qiyinlashtirib qo'yish va yoki uni dastlab o'ltirib qo'yish, bu mu Alloh ravo ko'rmaydigan bir ish. Bir insonga bo'libmi bir musulmonga halol emas. Hamda bu aziyat ayolning o'rtasida bo'lib qolsa, bo'libmi ayolning erga aziyat berish bo'lib qolsa, bu texmo eg'ir bir jinoyat xatolik bo'lib hisoblanadi. Biz erlarning ayollar ustidagi haqlari haqida to'xtalib o'tganligimiz uchun temamizdan chechilib ketmaslikni nazarga olib turib, biz ko'proq ayollarning ustiga tushadigan masalalarni bayon qilishga tirishyapmiz. İnşallah o'z navbati kelganda ham erlarning ustiga tushadigan masalalarni bayon qilganda so'zimizning asosiy temasi shu vaqtda bo'ladi. Agar arziyat ayol kishi tarafidan bo'lib qolsa, ya'ni ayol kishi o'zining eriga shu dunyoda aziyat bergan bo'lsa, erninki, albatta bu yerdagi er bir musulmon er, mu'min er. Shu erning yuragidan bo'lgan jufti u ayolga nido qilib turib shunday deydi-ki: "La tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaka dakhilun yushiku ay yufariqaki ilayna." Ey ayol, u erga aziyat berma. Allah sana lanet qilsin. U er sening yanında vaqtlik turdi. Uzoq qolmay u sendan ayrilib bizning yanimizga keladi, deb jannatdagi yuragidan bo'lgan jufti shu aziyat bergan ayolga mana bu shunday nido qildi ekan. Qaranglar, nihoyat ig'ir bir masalaga aylanyapti bu. Agar ayol kishi er kishiga aziyat qilib qolsa, mana bu shunday oqibat kelib chiqadi ekan. Demak, yuragining ogohlantirishiga uchrayotdi. La'natiga duch kelyotdi. Bu bir kichik masala emas. Shu ayollar erlarga aziyat beradigan ishlardan qat'iy uzoq turishga to'g'ri keldi. Yuqori hadis Muaz ibn Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilingan Sheyx Albani sahih degan hadislardan qatoridir. Termizi, İmam Ahmad, İbn Majah qatorliqlar o'zining hadis to'plamlarida keltirgan hadis. Demak, arziyatning qanday bir turini ayol kishi eriga qilib solsa, yuragining ana shunday la'natiga uchraydi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollar haqida ham to'xtalib, "Ya ma'sharan nisa, ey ayollar guruhi, tasaddaqna, sadaqa ihson qilinglar. Fa inni ra'aytukunna aksara ahlin nar." Cehennem ahlining nihoyat ko'plari sizlardan ekanligini ko'rdim. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga deyildi-ki: "Va bima zalika ya Rasululloh?" Ashu nima sababdan ya Rasululloh? Nemishqa bu ayollar cehennem ahlining ko'plarini tashkil qiladi? deb savol qo'yilgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom javob berib, "Tuksirnal la'n va takfurnal ashir." Sizlar la'natni ko'p o'qiysizlar va eringlarga kufrlik qilasizlar, noshukirlik qilasizlar. degan shu ikki illatni, ikki sababni bayon qilgan ekan. Ayollarning jahannam ahlining ko'plarini tashkil qilishidagi sababni Payg'ambar alayhisalom ikki narsaga bog'layotdi. Birisi la'natni ko'paytirish,
badduoni ko'p qilish, ikkinchisi eriga noshukirlik qilish, eriga isyon qilish. Mana bu yerda bizning temamizga munosabatli yeri eriga isyon qilish, eriga qarshi chiqish, eriga aziyat berish. Mana bu yuqorida biz to'xtalayotgan harom qilingan amallarning qatoridir. Bu Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu rivoyat qilingan Buxoriy va Muslimda kelgan hadisga. Bu yerdagi la'natni ko'paytirishlar dedi. Mushuni muhaddislar sharhiylab, tillash, til tekkizish, duolarda la'nat o'qish, badduo qilish, mana mushular ko'z tutilgan degan. Mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar, eri bo'lamdi va yoki qo'lim qo'shnilari bo'lamdi va yoki do'st yoralari bo'lamdi yoki boshqa insonlar bo'lamdi, umum qilib turib deyilgan bu. Endi erlaringlarga kufrlik qilasizlar, noshukirlik qilasizlar degan Rasulullohning bu so'zini muhaddislar sharhiylab, erning yaxshiligini inkor qilish, erning qilgan yaxshiliklarini e'tirof qilmaslik, u erga qarshi chiqish, men sendan faqat yaxshilik ko'rib baxmadim deyish, mana mushu qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi degan ulamolar. Demak, erga til tekkizish, erga har turli aziyatlarni berishni mushu fikringizga aytgan. Erga aziyat berish ayollarning jahannam kirishiga ham sabab bo'ladi demakchi. Yuqorqi hadisning ro'yoyicha. Shuning uchun ayollar aziyatning har turliklaridan cho'qim saqlanishi lozim. Inshaalloh biz aziyatning har xil turlari haqida to'xtalamiz. Avval mushu erga berilgan aziyatning shariat hukmlari haqida to'xtalayotimiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Ibn Abu Shayba keltirgan asarda shunday degan: ayollarning eng nachiri, eng chakinisi erlarga gap so'z qilishga jur'at qiladigan hayosiz ayollardir degan. Agar haqni bayon qilish, to'g'rini o'ttirib qo'yish, erni taqvolikka chaqirish, xatoliklardan to'sash maqsadlarda bo'lib qolsa, u buning doirasiga kirmaydi albatta. Behuda, zaruriyatsiz holatda erning huquqiga tajovuz qilib turib, o'zini cho'ng tutib, yoki erdan huquq talashib, yoki ovozini yuqori qilib, erlarga gap qiladigan ayollar ko'rsatilgan. Mana bunda ayollarni Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ayollarning eng axloqsizi, eng nachiri, eng chakinisi deb sifatlagan. Bu deganlik har vaqt ayol kishi og'zini yumib, erning oldida hech qanday ovozini chiqarmay, beshini tuvansib turishi lozim degan ma'no chiqmaydi. Faqat tilittik, zuvanova deb qo'yiladi. Er kishi birini ichikini deb turadigan, yoki er kishi jim turib olsa-mu to'xtamay so'zlab turadigan, oldiga o'tib oladigan, oldi peshlik qiladigan, normal gaplarga qattiqroq talaffuzda javob qaytaradigan, mana bu ayollar eng axloqsiz, nachar ayollar deb sifatlanadi. Bir hikmatli so'z bor. Bu ba'zida Shayxul Islom Ibn Taymiyaga nisbat beriladi, Majmu'ul Fatawoda o'tirib qo'yilgan deb. Lekin buning hikmatli bir so'z ekanligi ko'proq ta'kidlandi. To'g'ri, bu bir hikmatli so'z. Bu so'zda shunday deyildi-ki, al-mar'atu iza tala lisanuha qasarat ayyamuha min qalbi ar-rajuli va bayti. Ayol kishi qachoniki uning tili uzun bo'lsa, erning qalbidagi o'rni va er bilan o'tadigan kunlari qisqarib ketadi degan. Nima demakchi? Ayol kishining tili qancha uzun bo'lsa, eri bilan bo'lgan kunlari shuncha qisqa bo'ladi. Ya'ni bu turmush hamini buzilib ketadi. Uzunga bo'lmaydi degan so'z. Ulamolar ko'p naql qiladi bu so'zni. Ya'ni ayollar biroz zuvanda bo'lsa, tili uzun bo'lsa, er bilan o'tadigan kuni qisqa bo'ladi, umri qisqa bo'ladi. Ya'ni bu turmush uzunga bo'lmaydi. Hamini buzilib ketadi demakchi. Demak, turmushni buzadigan, oilani vayron qiladigan omil ko'proq mushu til demakchi. Til insonning vujudidagi, miyasidagi, qalbidagi narsani oshkorlab turadigan bir vosita. Demak, til uzun bo'lganlik erga aziyat beradiganligidan ishorat, dalolat. Bu yerdagi ayol kishining tili uzun bo'lsa degani, erga aziyat beradiganroq, ashunday xarakteri bo'lsa, u chog'da bu turmush uzun bo'lmaydi demakchi. Hamda aziyat berishning turiga kelsak, qarindoshlar, hamshiralar, aziyat berishning turini aytib ko'p. Ularning eng ig'irroqi yuqorisi ayol kishining erni urishi, tillishi, xorlishi, kamsitishi, hurmatini qilmasligi, orqasidan g'ayvatini qilishi, boshqalarga yomonlab berish. Mana bular ig'irroqlari. Musulmonlar oilasida inshaalloh bu narsalar ko'rilmaydi. Lekin diqqat qilmasa, iymon zaiflashib turadi. Gunoh ma'siyat bilan iymon zaiflashadi, toat ibodatlar bilan iymon ziyoda bo'ladi. Agar iymon zaiflashib qolsa, yuqorqi ahvollar musulmonlar oilasida ham ko'rilishi tabiiy. Bo'libmi, erda bir xil ojizlik bo'lib qolsa, ersal tuvan ojiz o'rg'uchib qolgan bo'lsa, ayollarning yuqorqi aziyatlarining ko'rilishi qolaylashadi. Ko'p yuz beradi. Bunga diqqat qilish kerak. Va yoki mayli sahvanlik ya sahvansiz holatda er kishi ayol kishini urib solgan bo'lsa,
ayol kishi tang qo'l yondirib urush va yoki sat so'zlar bilan ayiblash ma'nolaridagi iboralar bilan tillash bumi shuni doirasiga kirib ketadi. To'g'ri, erning ayol kishini o'zirsiz holatda urishi o shar'an harom amal. Hatto shu sabab ayol kishi erdan taloq talab qilsa bo'ladi. Qozi ayol kishining bu o'zirsini qabul qiladi. Lekin uning agashtirib ayol kishining ham qo'l uzatishi yoki til uzatishi bu ishni murakkablashtiradi. Ammo er kishi qo'l uzatmagan yoki til uzatmagan ahvol ostida ayol kishiningki erga qo'l uzatishi yo til uzatishi bu texim ig'ir jinoyat. Bunda ahvollar mavjud. Bunda ahvollar insonlar orasida bo'libmi? Shu hozirgi buzilgan jahonimizda, jamiyatimizda bu ahvol ig'ir. Ham bunun yeni bir turlari chiqdi. O'zi turayotgan hokimiyatlarga shikoyat qilish, arz qilish yo'llari bilan erlarni yo turmaga soltib o'tish, yoki uydan uzoqlashtirish, yoki mol-mulkiga igdorchilik qilolmaydigan bir holatga tushirib qo'yish, yoki o'zining bolasini quchog'iga ololmaydigan bir holatga tushirib qo'yish. Mana bu hamda zamonaviy arziyatning bir turi. Bu vallohu alam urush tilgandimi yamoqroq bo'lsa kerak. U g'oya bir necha kundan keyin ya bir necha soatdan keyin uning qizargan ko'kaga yerda saqlayib qilish mumkin. Ammo yuqorqi zamonaviy aziyatninki dardi hayotining oxirigacha tugamaydi, unutilmaydi, vaqt uzunroq bo'ladi, uning bedeli ig'irroq bo'ladi. Bundan boshqa ayollarning boshqalarga eri haqida erim andaq, erim mandaq, erim men anda muomala qiladi, manda muomala qiladi deb mushaqni shikoyat qilishi va yoki mushaqni fatvo so'rashi. Erim manda qiladi, ani deydi, mani deydi, axloqi andaq, tili mandaq, qo'li ishtik, oqchi ko'kchi deb erlar ustidan shikoyat qiladi-da, fatvo so'raydiki, men bu shuni qanday muomala qilaman deb savol so'raydi. Mana bu ash'ariy qilingan arziyat. To'g'ri, savol so'rash haqqi va erning qilayotgan zulmlarni to'xtatishga chora tadbir elish ham haqqi va ayol kishining. Lekin savolni bundoq so'rasa xato bo'ladi. Savol bundoq so'ralmaydi. Bu erga qilingan aziyat. Bir er kishi va ekan, bir ayol kishiga ani deydi ekan, mani deydi ekan, andaq aziyat qildi ekan, mandaq aziyat qildi ekan, mandaq set gaplar bilan tillaydi ekan. Bu ayol kishi bu erga qanday muomala qilish lozim deb manda savol so'rasimi, ya'ni javobini elayverdi. Bu chog'da ikki foyda qo'lga keldi. Birisi savol so'rab javobini ola oladi. Bu maqsadga yetadi. Ikkinchisi erining obro'yini to'kmagan bo'ldi. Erining obro'yi qo'g'dilindi. Kunlarning bir kunda eriga yetsa ham bu gap ayoldan suyunadi. Va u ayol agar ashunda ochiq erim mandaq qiladi, erim mandaq deydi degan bo'lsa, kunlarning bir kunida bu ayol o'tirsa Alloh subhanahu va taolo muhabbat selib etgan bo'lsa, keyin pushmon qilib qoladi. Esa nima deb shu erimning aybini ochiq oshkor ochgan deman deydi. Bu eri qilingan arziyat. Bunda masalalarga biz ko'p uchraymiz. Ayollar erlar ustiga shikoyat qilib keladi, ochiq erim andaq qiladi, erim mandaq deydi deb turib hikoyani bayon qiladi. Bu to'g'ri savol so'rash uslubi emas. Bu eri qilingan bir arziyat. Yana ba'zi ayollar hatto shunda shikoyatlarni qiladi-ki, mayli internet vositalarida so'ralgan savollar bo'lsin va yoki ma'lum bir o'limaning olimning oldida so'ralgan savol bo'lsin va yoki kishilar boyada so'ralgan savol bo'lsin, hatto hech kishi bo'lmagan ahvol ostida so'ralgan savol bo'lsin ham bu qat'iy xato savol. Shuna deydi-ki, erim yomon filmlarni ko'rdi. Men ustiga tushib qoldim. YouTube'dan yomon narsa ko'rib o'tibdi, axloqsiz narsalarni ko'rib o'tibdi. Facebook'dan yomon narsalarni ko'rib o'tibdi, deydi. Mana bu ayolning aqlsiz ayol ekanligini isbotlaydi. U ayolning nayta bag'araz ayolligini isbotlaydi. Demak, savol so'rashning boshqa yo'li bor-da. Maqsadni hosil qilish uchun boshqa hikmatli yo'llardan foydalansa bo'ladi. Bir ayol kishi ma'lum bir erning yomon narsalarni ko'rayotganligini televizordan, kompyuterdan, telefonidan axloqsiz narsalarni ko'rayotganligini ko'rib qolgan bo'lsa, ustiga tushib qolgan bo'lsa, bu ayol kishi bu erga nisbatan qanday yo'l tutishi lozim, qanday muomala qilishi lozim deb savol so'rashi lozim. Aqlliq, taqvodor ayolning so'rash uslubi shunday bo'ladi. Hatto butun jahon anglab turadigan, butun jahonga nahmaydan tarqatiladigan tor dunyosida ba'zi aqlsiz ayollar shunday savol so'raydi. Er anglamamdi uni. Maqsadi nima bu ayolning? Oilani isloh qilishmi yoki buzishmi? Demak, bu o'z turmushini o'z qo'li bilan buzadigan bir ish. Bu ham arziyatning bir turi. Garchi er kishi xato qilgan bo'lsa-mu, albatta u er kishining u axloqsiz narsalarni ko'rganligi harom amal u. Uning hech kim chapa yapolmaydi. Alloh istig'for etmay kessa, uning jazosini tatidi. Ammo shu xatolikni isloh qilishning yo'li bu emasda. Bu texmi
turmushni buzadigan, shaytonga yo'l ochadigan bir ish. Demak, yuqoriqilar ham er kishi qilingan zulmning, aziyatning bir turi. Ondan boshqa chegarasini alqigan holatda uyda oy yo'q, uyda ma yo'q deyish. O'zining turmush iqtisodiy saviyasi qaramagan holatda uydagi yo'q narsalarning jadalini qilish. Yoki sabr qilsa, qanoat qilsa, o'tib ketadigan holatda o'zining turmush saviyasi yuqoriroq oilalarga yaxshiroq yashayotgan do'st-yaronlarga selishtirib turib, bizning uyda oy yo'q ekan, bizning uyda ma yo'q, palonchining uyida 9 tal deb bosh og'irtish. Bumi ari qilingan arziyatning bir turi. Ya'ni ayol kishi erining taqatida yo'q narsalarni talab qilmaslik lozim. Bu mayli Allohning nazarida bo'lsin, mayli erning nazarida bo'lsin, xatolik. Shunga har qanday bir ayol bo'lib, musulmon ayol shuni bilib olish lozimki, ayol kishining eridan u er qodir bo'lolmaydigan moddiy narsalarni talab qilishi harom. Erning qo'ldan kelmaydigan, er qodir olmaydigan, imkoniyati yo'q narsalarni talab qilishi harom. Bo'lib zarur bo'lmagan ehtiyojning sirtidagi narsalarda texim shundoq. Shunga oila boshlig'i er kishi bo'lib sifati bilan oilada nimaning zarur ekanligini shu er kishi belgilaydi. Ailening ta'minoti erning zimmasidagi shug'ullikdan ailaga nimaning lozim ekanligini er kishining bekitishi shu yaxshi. Faqat ayol kishi chiroyli, hikmatli uslublar bilan o'zining ehtiyojlarini o'tirib qo'ysa bo'ladi. Undan boshqa aileningki turmush istimal saviyasi shu ailening kirim tafovutiga asosan belgilandi. Jamiyatning umumiy istimal saviyasiga asosan emas, bir aileningki turmush saviyasi shu ailening kirim-chiqim tafovutiga asosan belgilandi. Buni er ayol bo'libmi ayol kishi bilish lozimki, yana ta'kidlab qo'yaman, ailening turmush saviyasi jamiyatning istimal saviyasi turmush saviyasiga asosan emas, shu ailening kirim-chiqim ahvoliga asosan, ya'ni kirim tafovutiga asosan belgilandi. Shunga har bir ailening farqli. Mümkün bir ailede iyiga $500 harclanishi mümkün. Yana bir ailede iyiga $1,000 harclanishi mümkün. Veya ki ma'lum bir ailede $300 harclanishi mümkün. $300 harclangan aile, $1000 harclangan aile bilan o'zini selishtirmaslik lozim. Her aile o'zining oylik kirimiga asosan oylik chiqimini belgilab chiqsa bo'ladi. Bu shumi ayollik turmushni buzib qo'yadigan bir ish. Şu an bizning xalqimizda yotqan qarab pussun degan bir gap bor. Ya'ni yotqining uzunroq bo'lsa bakrak so'zilib yot, yotqining qisqaroq bo'lsa tugilib yot. Qisqa yotqanda putini uzun so'zib olsan, to'ngab qolasan, piying tatib qoladi andan keyin. Yotqanning rohatini ko'rolmaysa, deganni maqsad qilib turib, yotqan qarab pussun degan. Nayt to'g'ri aytilgan so'z bu. Shu do'stonlashgan diqqat qilaylik. Özümüz yotqini qisqaroq ailening a'zosi turug'liq, yotqini uzunroq ailening a'zosi bilan do'stlashib qolsak, qisqa yotqanni uzatamay jafo tatib qolamiz. Shunday ahvollar mavjud. Ba'zi hamshirlar va yuqoriga intilib turdi. Asli o darajada kirim tafovut yuqori emas, lekin o ayollarning qalbida bir dunyo muhabbati va dunyo shahvati va yangi chiqqan narsalarni uyga kirgizib kelib turdi. Kirimiga to'g'ri kelmaydigan, uyg'un bo'lmagan shaklda uyga chiqim qiladi. Kirimi ozdiruqliq, mehminijiq, dasturxonni alayda tayyorlaydi. Bularning hammasi ari qilingan aziyat va yotqan qarab pusunmaganlik. Shuning uchun o'zimiz bilan turmush saviyasi o'xshashroq do'stlarni tanlasak qiynalib qolmaymiz. Mayli, turmush saviyasi rost yuqori bo'lgan bo'lsa, ne'matning asrini o'zida ko'rsa mayli va shunday kishilar bilan do'stlashib yassunlar. Lekin har bir oila o'zining turmush saviyasi qarta ish tutishi bu orqali erga aziyat bermasligi lozim. Çünkü bu iqtisodga berib chitilganlikdan, iqtisodni topadigan kishi kishi bo'lganlikdan erga arziyat shakllanib qoladi. Tajriba ahllarining shunday bir so'zi bor ekan, xotinning haqiqat qachon oshkor bo'ladi, xotinning abdi bashirisi qachon ichiladi degan vaqtida tajriba ahllari ayol kishining haqiqati eri kambag'al bo'lib qolganda oshkor bo'ladi, kishining haqiqati ayoli kasal bo'lib qolganda oshkor bo'ladi degan ekan. Kishi kasal bo'lib qolsa, ayol beqib ketaveradi. Doktoru olab, xizmatchisi olab, anası, dadisi olab, beqib ketaverdi. Ama ayol kishi kasal bo'lib qolsa, erlar hatto tashlab ketishi mumkin. Sirtqa qarab qilishi mumkin. Ayolidan bezor bo'lib qilishi, nafrat qilishi mumkin. Chunki ba'zi ehtiyojlarini ololmaganlikdan. Ama ayol kishining haqiqat qachon oshkor bo'ldi desa, eri qo'li qisqa bo'lib qolganda, kambag'al bo'lib qolganda ayol kishi erga aziyat berishni boshlaydi. To'g'ri, Alloh rahim qilgan Alloh rahim qilgan ayollar buning sirtida. Lekin ko'pincha shunday. Qaqshig'ini turdi,
erning qo'li qisqa bo'lib qolgandan keyin uyda oy yo'q, uyda moy yo'q, anda japa tortyapmiz, kunimiz mandaq o'tyapti, ujda ketiymiz, oxir nega boramiz degandek har turli aziyatlar shakllanishga o'tira chiqishga boshlaydi. Bu mu erga aziyat qiladigan bir ish. Shuna ayollar, bo'libmi bir muslima ayol bu masalalarga alohida ahamiyat berish lozim. Er kishining qo'li qisqa bo'lib qolgan vaqtida o'zining axloqi bilan, sabrisi bilan, din diyonati bilan, shu o'zining ayollik maqomi bilan tug'an ayol, mana bu yaxshi soliha ayol. Albatta bunda ayollar mavjud. Shu narsani bilib olaylik-kin qarindoshlar, hamshiralar, ilmda, taqvolikda, solih amallarni bajarishda o'zimizning yuqorqilarga selishtirdi. Shular bilan baslashadi. Ammo dunyoviy masalalarda, dunyoviy manfaatlarda o'zimizni tuvandikilarga selishtirishimiz lozim. Bu chog'da ruhimiz ko'tarangi bo'ladi, qanoat shakllandi. Sabr qila olamiz. Ishning to'g'risi yo'li shu. Ya'ni taqvolikda, ilmda, solih amallarni qilishda o'zimizning yuqorlar bilan, taqvodorlar bilan, sahiylar bilan, solihlar bilan, olimlar bilan baslashaydi. Ammo husni jamolimizda, badan kuch-quvvatimizda, kiyim-kechkimizda, yemak-ichmakimizda, turalg'umizda, uydagi foydalanayotgan har turli ashyolar masalasida, ya'ni yig'ib bitgan vaqtda dunyoviy masalalarda o'zimizdan tuvandikilarga o'zimizni selishtirdi. Aqlmi shuni talab qildi, naqlmi shuni talab qiladi. Shuni turmushda o'zidan yuqorilar selishtirish bu oilani buzadigan bir ishning qatoridan bo'lib, erga qilingan ham arziyat. Bu yerda biz ham er kishiga deb qo'ymizki, chiqim qilishingga eng muvofiq, eng haqiqiy kishi sening ahli ayol bolalaring. Shu imkoningni bor turib, ayollarga pisqiqlik qilmaslikdan, nafiqada qisib qo'ymaslikdan, ularni qiynab qo'ymaslikdan lozim. Chunki bu ayol bolalar qilingan nafiqa, ayolga yegizilgan bir luqma taom, ichirilgan bir yutum su, boshqa har qanday qilingan sadiqadan, ihsondan afzal. Buni Imom Muslimda kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: "Sening Alloh yo'lida chiqim qilgan bir dinaring, qul azod qilishga chiqim qilgan bir dinaring, miskinga chiqim qilgan bir dinaring, ahlinga chiqim qilgan bir dinaring ichida sadaqalarning eng kattasi ahlinga chiqim qilganingdir" deyilgan. Shu vajidan erning imkon doirasida bo'lgan ahvol ostida oilasini qisib qo'ymaslik, oilaga kengri chiqim qilish bu erga qo'yilgan ham talab. Bundan boshqa erning oqisidan davomli marab yurish, taqib qilish. Mana bu mu erga qilingan aziyat. Nega borganda, na turayotganda, kimlar bilan ko'rishayotganda, kimlar bilan birga yurayotganda, nimalarni deyishayotganda degandek er kishining oqisidan taqib qilib yurish. Buni hamda hozirgi zamon turi telefonni tekshirib turish. Mayli ko'zitib turib tekshirish, mayli maxfiy er kishi uxlab qolgan vaqtida va yoki boshqa vaqtlarda tekshirish. Mana bularning hammasi erga qilingan arziyat. Ayol kishiga vojib emas. Erni taqib turish, erni kuzatib turish bu ayol kishiga vojib emas. Bolalar qashunda qismaydi. Bu mu erga qilingan aziyatning bir turi. Endi nimadan kelib chiqadi desam, shu yomon psixikalar, bu televizorni ko'rganlikning, qismli filmlarni, kinolarni ko'rganlikning yomon ta'siri. Chunki shu kinolarda, filmlarda, televizorlarda, turmush ifodalangan qismli kinolarda mana bu masalalar bor. Er kishi ayol kishi xiyonat qilayotgan, ayol kishi erga xiyonat qilayotgan, bir-birining keyindan kuzatib marab yurayotgan. Bu narsalar shu kino ko'rganlikning, televizor ko'rganlikning, qismli filmlarni ko'rganlikning yomon ta'siri. Shuni bilib qolaylikki, kinodagi turmushni yashab bo'lmaydi. U bir rejissyorning kallasida tuzib chiqqan bir plani xolos. Qanday tuzib chiqqan bo'lsa, shuni amalga oshirib ketaveradi. Chunki kino bu real hayot emas. Ondan maqsad yetkin bo'ladi. Kinoda maqsad yetkin bo'ladi. Ammo real turmush undaq emas. Real turmushda plan qilgan ishning 50% amalga oshsa, 70-80% reallik aylansa shu cho'ng ish. Shu kinodagi turmush yashayman deb, shu televizorda ko'rganlarimni men ijro qilaman. Shu televizordagi qismli filmlardagi oila turmush sistemasini men oilamga bekitaman. Biz bu shunday yashaymiz deganlikdan chiqqan ahvollar. Unda olmaydi. Bu kinodagi turmushni mangu yashab bo'lmaymiz. Chunki u yuqori dedik bir rejissyorning kallasida planlab chiqqan, oldin yozib chiqqan ssenariyasi. Shuning asosan personajlar rol elib film ishlanib chiqadi. Ayollarda bo'lapmi shu qismli turmush filmlarini ko'radigan ahvol ig'ir ekan, uni ko'rganning ziyni bir,
to'r chiqimi bo'ladi, vaqt ziyon bo'ladi, amal ibodatlarining vaqti sifati kafolatga ega bo'lmaydi. Farzandlarning tarbiyasi bir chetda qoladi, erning kutilish ta'siriga uchraydi, bu ayolning salomatligiga ham ta'sir uchraydi. U film yili jig'iltidi ayolni, yili kuldirdi, ya'ni sarandek bir holatga keltirib qo'ydi. Ziyonchiq. Uningdan sirt yana bir ziyonchi, ana shu kinodikini turmushimga tatbiqlayman deb bu ayol bir ahmoqona ko'chga kirib qoladi. Yuqori dedik, kinodik hayotni abadiy yashab bo'lgan olmaydi. Demak, erning aqsidan davomli ta'qib qilish va yoki hozirgi zamonimiz bo'yicha telefonni davomli tekshirib turish bu mu er kishi qilingan bir arziyat. Bundan boshqa uy kep bo'lguncha erning sirtdagi vaqtini hisob elish va yoki iqtisodidan hisob elish bu mu erga qilingan arziyat. Nerede yurdunuz? Nerede vardınız? Kim bilir görüştünüz? Bir saat kechikib keldingizmi? Yoki baldu kelibapsizmi? Anlasam uya bir yerlarda yuribsizmi? Degandek erning sirtdagi vaqtidan hisob elish ayol kishiga vojib emas, ham turmushni o'z qo'li bilan buzganlik bo'lib, bu mu er kishi qilingan arziyat. Chiroyli yo'llari va hikmatli uslublari va agar er kishi sirtda yo'ldan chiqib qolgan bo'lsa, uning har xil uslublari va ayol kishi kiydiganga, uyini bezaydigan kallasini jiqroq ishlatmay, agar shunda ahvollar bayqalsa, buni qanday isloh qilaman? Erni qanday qilib bu oilaga kuyimchan bir otaga aylantiraman? Menga nisbatan muhabbatlik bir erga aylantiraman? Bolalarimga nisbatan mas'uliyatchan bir otaga aylantiraman? degan narsa kallasi ishlatsa bo'ladi. Kalla qayerga ishlataman deb shu yoqqa qarab ketaveradi. Undan boshqa iqtisodiy ahvolni ham hisob berish. Mayda manchilik pul topganda qilyapsizmi? Qani u pul? Nima qilishildingiz? Deb daftarni tutib oldida bir-birlab yozib menib, "Ha, ma 200 lira hisob chiqmadi-ku. Ma pulni qilishildingiz? Danaqina?" deb ching turib olib, ko'zi kirishib olish bu erga qilingan aziyat. Ayol kishi vojib ish emas, hatto mustahab ish ham emas. Qisbi ajr beriladigan ish ham emas, hamshirlar. To'g'ri, musulmon ayollarda bu xil ahvollar asos yo'qning o'rinda, lekin diqqat qilmasak bo'lmaydi. Ayol kishiga degin olmaydigan, qajlaydigan yerlar chiqishi mumkin. Desa ayol kishi qabul qilinmasligi mumkin. Ko'zdan uyqu kechishi mumkin, salomatlik ta'sir uchrashi mumkin. Qaranglar, ashay qajlayotganni, oilamizning buning ehtiyoji turib, deyishi mumkin masalan, va yoki uningdan muhim meya turib, "Ey qajlayotganni qaranglar", deyishi mumkin. Ba'zi degin olmaydigan diniy xizmatlarga, muhim o'rinlarga er kishi nafiq qilishi, ixtisos sarf qilishi mumkin. Buni hisob olaman desa, kishi ham javob berib bo'lmasligi, ayol kishiga buni hisob berib qo'ysa, ba'zi bir ziyonlar kelib chiqishi ham mumkin. Shu vajdan erning har vaqt iqtisodidan hisob olib turish bu ayol kishiga vojib emas, mustahab emas, bu erga qilingan aziyatning bir turi. Ondan boshqa erning ota-onasiga, urug' tuqqanlarga, yaqin yo'riqlariga, do'st yaranlariga yoki boshqa ayoldan bo'lgan farzandlariga qo'l uzatish, til uzatish, ularga yomon muomalada bo'lish, ularning hurmatini qilmaslik, mana bu mu erga qilingan arziyat. Erni qanday hurmatlagan bo'lsa, erning ota-onasi ham shunday hurmatlashga to'g'ri keldi. Urug' tuqqanlarni ham shundaq, yaqin yo'riq do'st birodarlarni ham shundaq. Erning ota-onasiga, urug' tuqqan, yaqin yo'riq do'st birodarlariga va yoki boshqa ayoldan bo'lgan bolalariga qilingan yomon muomala shu erga qilingan yomon muomala. Shunga bu mu ayollarning diqqat qilishiga tegishli bir masala. Aziyatning bir turi. Undan boshqa ig'irroq bir masala shuki, xotinchilik munosabatlarini boshqalarga hikoya qilib berish. Mayli qanday maqsadda bo'lishidan qat'iy nazar. Mumkin bir solih maqsadda ham bayon qilish mumkin. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu qat'iy harom. Xotinchilik ishlarini boshqalarga, mayli bolalarga, mayli bek yaqin bo'lib ketgan holatda do'stlariga bayon qilib berish bu qat'iy harom. Agar er kishi so'zlab qolgan bo'lsa, ayol kishi qilingan aziyat, ayol kishi so'zlagan bo'lsa, er kishi qilingan arziyat. Bu oilaning turmushining eng cho'ng maxfiyatchiligi. Bu o'zini o'zi sharmanda qilganlik, o'zini o'zi rasvo qilganlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayollarning yindan o'tib ketib berib, ayollar qartib shunday degan. Sizlarning ichinglarda xotinchilik ishlarini boshqalarga so'zlab beradigan ayollar bormi? Deganda bir ayol o'rnidan turib, "Bor ya Rasululloh. Buni aramizda so'zlaydiganlar bor." Deganda Payg'ambar alayhisalom, "Ey xotinlar, ey ayollar, bunda qilmanglar. Bilamsizlar, bu qilmish nimaga o'xshaydi? Bu xuddi bir shayton ko'chada bir ayol bilan uchrashib, xalq olam oldida bir-biri bilan o'sha yomon ishni qilganga o'xshaydi" degan. Demak, ayollarning oiladagi, shu kechidagi sirlarini boshqalarga deb berishi,
bu bir-biriga qilingan ig'ir haqorat, arziyat va bir sharmandachilik, rasvolik bo'lib, buni payg'ambar alayhisalom ashunday sifatlaydi. Ya'ni ig'ir sifatlaydi. Ko'chada bir ayol